Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli kanalimizga obunachilar. Bugun 12 oktyabr chisosi ushbu videoni sizlarga akamizdan taqdim etib o'tamiz. Mana akamiz bilet olgani kelganida, hurmatli aziz kanal obunachilar, qo'limda mana ikkita bilet turibdi. Ya'ni akamiz bez bagaj variantida через Moskva 14 oktyabr chizosiga bilet xarid qilib oldilar. Ko'pchiliklaringiz so'raysiz aziz vatandoshlar, menga arzon bilet kerak bo'lib, mana sizlarga ham tavsiya qilib o'tgan bo'lardim. Bez bagaj через персетка variantiga bilet olsalaringiz arzoniga olasizlar. Hozir mana Imon akamiz olgan chisoga promoyasi 40-45 mingga chiqib ketgan xabarlar. Akamiz esa mana hozir necha pulga oldingiz akashon sir bo'lmasa? 29,800 ga opsiya mana Moskvada uncha uzoq vaqt kutilmagan holatda обратно registratsiya boshlanadi. Mana Moskva Samarqand yo'nalishi bo'yicha oldilar. Ya'ni Sankt-Peterburgdan Moskvaga, Moskvadan Samarqandga yo'nalishi bo'yicha uchadilar, parvoz ayladilar. Aziz vatandoshlar, aloqaga chiqib berasizlar. Mana har doim kerak. Ushbu mana biletda ham telefon nomerlarimiz ko'rsatilgan, hamda mana sizga ham ko'rsatib o'taman va videoni ostida ham nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizlar esa xizmatdamiz sizlar uchun.